Soleni foydali xususiyati haqida eshitganmidingiz? O'zi organizmda normada sole miqdori mavjud bo'ladi. Agar u oshib ketsa yoki kamayib ketsa, og'izda ya'ni quruqlik yoki haddan tashqari soleni ko'p ishlab chiqarish mavjud bo'lishi mumkin. Lekin inson agar qorni och qolganida sole miqdoridan ozgina ko'proq ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu ham bitta fakt. Agar sole bo'lmaganda organizmda, ya'ni og'iz bo'shlig'ida namlanish bo'lmasda, biz gapirganimizda, ovqat yeganimizda, yutinganimizda juda qiynalgan bo'lardik va og'iz bo'shlig'ida уже раздражение bo'lib, har xil yaralar, toshmalar toshgan bo'lardi. Ikkinchisi, sole antibakterial xususiyatga ega. Soleda har xil fermentlarimiz mavjud, ular bakteriyalar bilan kurashadi. Uchinchisi, hazm tizimida sole juda ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni og'iz bo'shlig'ida уже ovqat tushganda sole bilan birga hazm sistemasi ishga tushadi. Agar og'iz bo'shlig'ida sizda yaralar yoki kesmagan jarohat joyi bo'ladigan bo'lsa, sole tiklovchi xususiyatga ega, ya'ni regeneratsiyani kuchaytirib, o'zi shilliq qavatni zo'r qilib tiklab beradi.